uchalamiz o'tirib bir gaplashib olmasak bo'lmaydi. Senga o'ragan. O'z kvartira to'la odam edi. Bilasanmi, o'rtoq, nega seni yaxshi ko'raman? Chunki sen har doim yonimdasan. Nima bo'lishidan qat'iy nazar. Ba'zilarga o'xshab faqat ishing tushganda emas. Run to me, come. Run to me, come. Run to me, confess your love, at least just say, confess your love, at least. İçindagi dardini ishlanib aytadigan bitta bir do'sti bo'lishi bu katta ne'mat. Ya'ni ayta olasan, hamma yo'g'ini ayta olasan. Bunaqa odam ko'p bo'lmaydi, bitta yoki ikkita bo'ladi. Shunaqa do'sti yo'q odamga hayotda qiyin bo'ladi. Chunki inson g'amini, dardini birovga solsa, yoziladi. Yalvarman, qanotimni qayirma, jondan ayirsang, ayirgil shin do'stimdan ayirma.